Hurmatli Shahzod Fattoyev, 2026-yil 7-iyul kuni soat 18:27 da sizning o'lim holatingiz qayd etildi. Endi bo'ldi, kelasi oyga mashinani almashtirmoqchiman. Yaxshi. Rostdanmi? Ikkita zavod o'zimning qo'limda. Ikkalasini ham mana o'zim boshqaryapman. Endi sizlarga qaraganda topish tutishim ancha yaxshi. Qisqa qilib aytganda, muvaffaqiyatga o'zimning kuchim bilan erishyapman. O'zim emas-ku, dadamning sharofatlari bilan degim, bilamiz-ku. Nima deyapsan? Biznes kimniki bo'lishidan qat'iy nazar eplayapti-ku. Yo'q, to'g'ri, bu ham harakat qilyapti. Lekin hammasiga o'zim erishyapman deb Shahzod aytsa bo'ladi. O'z kuchi bilan grant asosida Germaniyada o'qiyapti. Sizlarni bilmayman, lekin to'g'ri tijorat men senga havas qilaman. Tushinglar gap bor. Tinchlik? Cho'ngilamiz. Hop, ketdik. Qani bolalar, kim o'z kuchi bilan suvni bu betidan narigi betiga suzib bora olar ekan? Ha, Shahzod? Yur, ket. Yur. Hasan. Hasan, qo'rqyapsanmi? Jinnimisan? So'z olmasang nimaga sakraysan? Qo'rqoq deb o'ylamasliging uchun. Hurmatli Shahzod Fattoyev, 2026-yil 7-iyul kuni soat 18:27 da sizning o'lim holatingiz qayd etildi. Qanaqasiga? Biz sizni ogohlantirgandik. Birgina o'tgan mavsumning o'zida 10 dan ortiq fuqarolar aynan cho'kish oqibatida xuddi sizdek halok bo'lgan. Men buni istamagandim. Men buni xohlamagandim. Meni hali orzularim bor. Men ota-onamni rozi qilmayapman. Hali singlimni uzatishim kerak, eshityapsizmi? Meni maqsadlarim katta hali. Men hali hech narsaga ulgurmadim. Qanaqasiga? Ha. Sizning holatingizni tushunib turibman. Ammo menga afsuski, endi kech. Bolajonim, sendan doim xavotirdaman-da. Qayerda bo'lsang ham o'zingni ehtiyot qilgina jonim bolam. Sendan umidim katta, bilasan-a o'g'lim? Har doim boshingni baland tut.